Joriy yilning 5-7 kunlari Toshkentda navbatdagi pivo festivali o'tkazildi. Kecha meniki, seniki deb qabul qilingan qonunlarimiz qayerda qoldi? Oradan biroz o'tib Sharqiy turkistonliklarga nisbatan Xitoy zulmini qoralaganlar og'ir jazoga tortildi. Yaxshi xabarlar ham bor. O'zining xalqparvarligi bilan tanilgan Erkinjon Turdimov yoshi bir joyga borib qolgan onaxonga to'g'ri maslahat berdi. Yana bir hadislarida ribo yeyuvchi, yediruvchi, unga guvoh bo'luvchi, uni yozib qo'yuvchilarni Alloh la'natladi deganlar. Kuni kecha Ruhiy tabib kanali bor yo'g'i Qur'on oyatlari shifo ekanini aytgan Sayfulloh domlaning jinoiy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. Jorj Orwellning yolg'on umumiy tus olgan zamonda haqiqatni aytish ekstremizm aylanadi degan achchiq gapi bor. Ba'zan ingliz yozuvchisi ushbu satrlarni bizga atab yozib ketgandek tuyuladi. O'tgan haftadagi voqealarni kuzata turib, xuddi shunday fikrga keldim. Joriy yilning 5-7 kunlari Toshkentda navbatdagi pivo festivali o'tkazildi. O'tgan yili bu tadbir jiddiy tanqidlarga uchragan. Shuning uchun bu safar mas'ullar hech bo'lmaganda odamlarning e'tirozlari haqida o'ylab ko'rar degan umidda edik. Afsuski, unday bo'lmadi. Festivaldan tarqalgan videolarni ko'rsangiz, gap nima haqida ketayotganini yaxshi tushunasiz. Mast yoshlar, sharmandali harakatlar, ularga sherik bo'lgan organ xodimlari. Eng qizig'i, bu manzaralarni tanqid qilgan ayrim faollar keyinroq huquq-tartibot idoralariga chaqirilgani haqida xabarlar chiqdi. Bizda muammoning o'zidan ko'ra ushbu muammoni ko'targan odamlarning yo'qotilishi ko'p uchraydi. Dinimizga va e'tiqodimizga tufurib qo'ygan mana bu festival va festival ishtirokchilariga hech qanaqa gapim yo'q. Demoqchiman, biz islom diniga amal qilamiz va ana shu dinning muqaddas kitobi Qur'oni Karim bo'ladi va ana shu Qur'oni Karimda mana bu ishlarni harom ekanligi yozib qo'yilgan. Assalomu alaykum hammaga. Antivirus News kanali asoschisiman, Topil Firozman. Kecha soat 20:00 da pivo festivali haqida o'z fikrlarimni aytgandim. Ko'pchilik ko'rdi va turli xil shov-shuvlarga sabab bo'libdi. Men bilan ichki ishlar idoralari profilaktik suhbat o'tkazdi va turli xil huquqiy va noqonuniy narsalar, ya'ni tushunchalar haqida menga tushuncha berdi. Profilaktik suhbat o'tkazdi men bilan va qanaqa holatda huquqiy bo'ladi, qanaqa holatda noxolis bo'ladi. Shu jarayon bilan men bilan suhbat o'tkazildi va qiynalishimdan, gapirganimdan festival haqida pushaymonman. Va bunaqa holatlar, bunaqa jarayonlar takrorlanmaydi. Qaysidir pivo festivali himoyachilari buni madaniyat, xordiq yoki zamonaviylik deb atashgacha borib yetdi. Lekin bir narsani tan olish kerak. Yoshlar orasida spirtli ichimliklarni ommalashtirish insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Chunki ichkilikbozlik nafaqat inson salomatligiga, balki uning oilasining tinchligi va axloqiga salbiy ta'sir qilishi hech kimga sir emas. Nima bo'lganda ham festival bo'lib o'tdi. Tadbir tashkilotchilari maqsadiga yetgan bo'lsa kerak. Spirtli ichimliklar targ'iboti yana bir yil muvaffaqiyatli bajarildi. Faqat bitta savol bor. Bundan kim yutdi? Jamiyatmi yoki spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchilarmi? Yoki boshqalarning tubsiz jarlikka qulashi evaziga harom boyliklar orttirib, qimmatbaho mashinalar va uy-joylarga ega bo'layotganlarmi? Bu yog'ini esa vaqt ko'rsatadi. O'tgan hafta sobiq deputat Rasul Kusherboyev unga naqd pulga benzin sotmagan ayoqishni sudga berdi. Da'vogarning mantig'i oddiy edi. Agar O'zbekistonda so'm qonuniy to'lov vositasi bo'lsa, uni qabul qilishdan bosh tortish mumkinmi? Ammo sud boshqacha qaror qildi va ushbu da'voni rad etdi. Naqd pul mablag'larini so'mni qabul qilishdan bosh tortganligini noqonuniy deb topishni so'raganingiz bo'yicha da'vo talablaringizni asossiz deb hisobladi va uni rad qildi. Bu yerda gap aslida benzin haqida emas. Gap naqd pulning haqiqiy maqomida. Konstitutsiyaning 150-moddasida so'm O'zbekiston hududida yagona cheklanmagan qonuniy to'lov vositasi ekani yozib qo'yilgan. Yosh bola ham cheklanmagan degan so'z qanday ma'no berishini yaxshi tushunadi. Ammo bugun manzara boshqacha. Ko'plab sohalarda naqd pul bilan hisob-kitob qilish yo cheklangan yoki turli sabablar bilan qiyinlashtirilgan. Kommunal to'lovlardan tortib ayrim yirik xaridlargacha bo'lgan jarayonlarda fuqarolar tobora ko'proq plastik karta va raqamli to'lovlarga yo'naltirilmoqda. Ijtimoiy tarmoq faoli G'ayratjon Boltaboyev ham aynan shu nuqtaga e'tibor qaratdi.
Agar qonun so'mni cheklanmagan to'lov vositasi deb tan olgan bo'lsa, uning naqd ko'rinishida qabul qilmaslik qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Savol jiddiy. Raqamli iqtisodiyot o'z yo'liga, lekin har qanday rasmiylashtirish jarayoni fuqaroning huquqlarini buzish hisobiga bo'lmasligi kerak. Aks holda odamlarda tabiiy savol tug'iladi. Biz yashayotgan jamiyat qaysi mezonlar asosida boshqarilmoqda? Kecha meniki, seniki deb qabul qilingan qonunlarimiz qayerda qoldi? Yangi konstitutsiyamizdan maqsad faqat kimningdir taxtdagi hayotini uzaytirishdan, jamiyatda islomni cheklash, musulmonlarga qarshi qo'yilgan taqiqlarni rasmiylashtirishdan iborat edimi? Bu savollarning javobi hozircha ma'lum emas. Xullas, sud qarori chiqdi, sobiq deputat Rasul Kusherboyevning qonuniy talabi qanoatlantirilmadi. Qozog'istonda niqob taqiqi haqidagi qonun kuchga kirgach, jami 1179 nafar muslima ayollar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Gap shundaki, 2025-yil iyul oyidan boshlab Qozog'istonda jamoat joylarida yuzini to'liq yoki qisman yopib turuvchi kiyimlar taqiqlangan edi. Hukumat bu qarorni xavfsizlik va shaxsni aniqlash tizimlarining samaradorligi bilan izohlamoqda. Birinchi holatda ogohlantirish beriladi. Takrorlangan taqdirda esa taxminan $80 miqdorida jarima qo'llaniladi. Ma'lumot uchun Qozog'iston Markaziy Osiyoda oxirgi bo'lib ushbu qonunni qabul qildi. Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistonda niqob taqiqi avvalroq joriy qilingan edi. Nima bo'lganda ham so'nggi paytlarda Qozog'istonda musulmonlarga nisbatan tazyiqlar tobora ortib bormoqda. To'qayev boshchiligidagi hukumatning Ibrohim kelishuvlariga a'zo bo'lishi, Sion fashistlar prezidentini alohida ehtirom bilan kutib olish fonida e'tiqodli musulmonlarga qarshi kurashlar ham kuchaytirildi. Oldinroq mazhab ulamolarining fatvosiga tayanib, musiqani harom degan qozoq qardoshimiz qamalgani haqida xabar bergan edik. Oradan biroz o'tib Sharqiy Turkistonliklarga nisbatan Xitoy zulmini qoralaganlar og'ir jazoga tortildi. Qozog'iston prezidenti Jo'mart To'qayev ushbu qarorlarni oqilona diplomatiya deb nomlamoqda. Yaxshi xabarlar ham bor. O'zining xalqparvarligi bilan tanilgan Erkinjon Turdimov yoshi bir joyga borib qolgan onaxonga to'g'ri maslahat berdi. Sirdaryo viloyat hokimi o'zidan kredit olishda yordam so'rab kelgan onaxonga foiz hisobiga qarz olmaslikni tavsiya qildi. Sizga bir gap aytaymi? Ko'chada qolishga tayyor bo'lsangiz, kredit oling deydi hokim. Men mana sizga aytaymi? Hozir men sizga 120 million kredit bergizdiraman. Keyin 6 oydan keyin men kelasidaginiga hokim balam 120 million kredit oldi. 18%dan. 9 million pine chiqibdi. 6 oyda 9 million chiqadi. 1 yilda 18 million chiqadi. Ammo buni kim qaytaradi deydi. Keyin ular boradi, uyingizga boradidagi narsalaringizni olib chiqib keta boshlaydi. Uyingni ber deydi. Keyin siz nima qilasiz? Siz rozimisiz? Ertaga 1 yildan keyin kreditni foizini asosiy qismini qaytara olmay qolsangiz, uyingizda sotib yuborib kredit qaytarishga rozimisiz? Yerimni ishlatdim. To'xtab turing, qo'y, yer ishlamay qolishi mumkin bu yer. Yoki bo'lmasa issiq bo'lib turib, hosil nobud bo'lishi mumkin, yo chigirtka bosib ketishi mumkin, yo boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Yer ishlasa ham bir narsa bilan kuyib qolishi mumkin odam. Dehqonchilik shu. Bo'lmay qoldi, kredit qaytmay qoldi. Shunda uyingizni topshirishga tayyormisiz? Ana shu savolni o'zingizga bering, menga ham javobini. Shunda javob toping. Shuni tayyorman desangiz, bankka murojaat qiling. Ko'chada qolishga tayyor bo'lsangiz. Bo'lmasa borki, kreditga murojaat qilmang. Mana shunday hokimlar ko'paysin. Xalqi uchun qilayotgan ishlarida Alloh madadkor bo'lsin. Afsuski, islomdan xabari bo'lmagan, halol va haromni yaxshi bilmagan ayrim musulmonlar osongina boylik orttirish ilinjida katta xatoga yo'l qo'yishadi. Ma'lumot uchun birgina o'tgan yilda O'zbekiston aholisi jami 156,7 trillion so'm kredit olgan. Aholi orasida kredit olish hajmi 2024-yilga nisbatan sezilarli darajada 49,9% ga oshgan. Holbuki kredit olib, uni to'lay olmay qiylanayotgan, oilasi buzilib ketgan yoki tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilgan insonlar haqida ko'p eshityapmiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: 7 ta halok qiluvchi amallardan saqlaninglar. Sahobalar ular qaysilar deb so'rashdi. U zot dedilar: Allohga shirk keltirish, sehr, Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni o'ldirish, ribo yeyish dedilar. Yana bir hadislarida ribo yeyuvchi, yediruvchi, unga guvoh bo'luvchi, uni yozib qo'yuvchilarni Alloh la'natladi deganlar.
Afg'onistonning Hirot viloyatida yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarish boshqarmasi ogohlantirish bilan chiqdi. Unga ko'ra, erkaklar o'z oilasidagi ayollarning ko'chaga hijobsiz chiqishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Ko'chada ro'molsiz yurgan, yuzi ochiq bo'lgan, qomati bilinadigan darajada tor kiyim kiygan, nomahramlar e'tiborini tortib pardoz qilgan ayollar jazolanadi. Ayollar uchun uning erkak qarindoshlari mas'ul bo'ladi. Talablarni bajarmaganlarning ishi islomiy mahkamalarda ko'riladi. Ayni shunday xabarlar ortidan Afg'onistondagi ayollar huquqi haqida gapirib qoladigan kontent egalari yoki nashrlarga ijtimoiy tarmoq faoli Nilufar Abdujabbor chiroyli javob beribdi. So'nggi paytlarda O'zbekiston axborot maydonida Afg'onistondagi xotin-qizlarning ahvoli haqida Kobul manziliga tanqidlar yog'ilmoqda. Jamiyatimiz ikkiga bo'lingan. Bir tomon afg'onlarni qoranasa, ikkinchi tomon ularga achinib, rahmi kelayotganini aytadi. Ammo biz hatto ularga achinishga ham ma'naviy haqlimizmi? Bu yerda rahm qilish o'zini boshqadan ustun qo'yish, tepadan pastga qarashdik. Vaholanki, bizning ahvolimiz ularda yaxshiroq emas. Afg'oniston oxirgi yarim asrda tinimsiz urush ichida yashagan bo'lsa-da, o'z ayollarini tirikchilik uchun chet elga sotib yubormayapti. Bizning urushimiz esa bundan 1,5 asr avval ruslar yerimizni mustamlaka qilgan paytda tugagan. Shuncha vaqt o'tib ham o'z ichimizdagi ijtimoiy fojialarni hal qila olmadik. Keling, rasmiy raqamlarga qaraylik. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida mamlakatda 177 nafar odam savdosi bilan bog'liq jinoyat ishi qayd etilgan. Ularning yarmidan ko'pi, 92 nafari xotin-qizlarimizni chet elga jinsiy ekspluatatsiyaga sotish bilan bog'liq. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro migratsiya tashkiloti hisobotlarida O'zbekiston odam savdosi qurbonlari soni bo'yicha mintaqada eng yuqori o'rinlarda turadi. Minglab ayollarimiz Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston va Qatarga oson pul yoki enagalik va'dasi bilan aldab olib chiqilib, pasportlari tortib olinmoqda va jinsiy qullikka majburlanyapti. Davlatning qudrati va sha'ni o'z hududidagi eng ojiz qatlamni, o'z qizlarini qanday himoya qilayotgani bilan o'lchanadi. Ayollarimiz tirikchilik ilinjida musofirlikda xo'rlanayotgan bir paytda boshqa millatlarga to'g'ri yashashni o'rgatish yoki ularga yuqoridan qarab achinish kamida 200lamachilikdir. AQSh va Eron o'rtasida keskinlik yana oshib bormoqda. Harbiy harakatlarning keskinlashishi hafta boshida Xurmuz yaqinida AQShning Apache vertolyoti urib tushirilishi bilan boshlangandi. Bu voqea Eron va mintaqadagi AQSh bazalariga qarshi ketma-ket o'zaro javob zarbalari berilishiga sabab bo'ldi. AQSh harbiylari o'zlarining so'nggi hujumlarini Tehronning asosiy va davomiy tajovuzkorligiga javob deb atayapti. Tramp chorshanba oqshomida AQSh zarbalari tez orada to'xtashini, biroq Eron rahbarlari bitim imzolamasa, shiddatli bombardimonlarni qayta boshlashini aytgandi. Trampning tahdididan so'ng neft narxi qariyb $3 ga ko'tarildi. Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi Quvayt va Bahrayndagi aviabazalarda joylashgan AQShning 18 ta harbiy obyektiga, shuningdek, Bahrayndagi AQShning 5-flotiga qarshi javob hujumlari uyushtirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Eron kuchlari Xurmuz bo'g'ozidan o'tishga urinayotgan har qanday kemaga qarata o't ochish haqida ogohlantirdi. Eron ommaviy axborot vositalari AQShning 2 ta kemasiga qarata o't ochilganini xabar qildi. Tramp Eron bilan kelishuv yaqin ekanini bir necha bor ta'kidlagan bo'lsa-da, apreldagi vaqtinchalik sulhdan keyin biror jiddiy siljish alomatlari ko'rinmadi. AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro Oq uy uchun siyosiy bosh og'rig'iga aylandi. Chunki yoqilg'i narxlarining oshishi va saylovchilarning g'azabi fonida Trampning reytingi kun sayin pasayib bormoqda. Kuni kecha Ruhiy tabib kanali bor yo'g'i Qur'on oyatlari shifo ekanini aytgan Sayfulloh domlaning jinoiy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Bizlar Instagram sahifamiz bloklanadi. Telefonlarimiz musodara qilindi. Nima bo'ldi deganlarga diniy materiallarni noqonuniy, qonunga xilof tarzda tayyorlash, tarqatish bu ko'pchiliklarning boshiga kelib turgan masala. Bizda ham har yili bo'lardi. Ma'muriy javobgarlik bo'lardi. Bu safar yilda 2-marta takrorlanganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortildi Sayfulloh domla va shu bilan yaxshigina jarima va axloq tuzatish hukmi o'qildi. Nima qo'yganim uchun desangiz, Sayfulloh domla Qur'on oyatlarini suvga o'qib, dam solib, ichish va yuvinish foydali ekanligini aytgan.
Qur'on oyatlari shifo ekanligini aytganligimiz, Yasin qaytarmasi foydali bo'lishligini niyat qilib, duo qilib, tilovat qilib qo'yganligimiz va farzandlarimizni Qur'on tilovatini o'qib ketayotganda, yo'lda o'qib, Qur'on o'qib ketayotganimizda bir minutga borib bormas Qur'ondan bolalarimizni nasibador qilib yo'ldan foydalansak yaxshi bo'ladi degan ma'noda qo'ygan video roligimiz noqonuniy diniy qo'mitani ruxsatisiz tayyorlanganligi uchun jinoiy javobgarlikka sabab bo'ldi. Ajabo, odamlarni yaxshilikka chorlab, islomdan bir harf o'rgatganlar jazolanadigan, yoshlarni umrining oxirigacha qutulishi dargumon bo'lgan ichkilikbozlik, qimor va fahsh kabi balolarga yo'liqtiradiganlar mukofotlanadigan jamiyatda yashayapmizmi deb o'ylab qoladi kishi. Bugun millatning har bir farzandi mas'uliyatni zimmasiga olib, o'zligini, dinini, qadriyatlarini saqlab qolmasa, ertaga kech bo'lishi mumkin. Barchamizga Allohdan tavfiq so'rab qolamiz.